Assalomu alaykum. Mana Fransiyada hozir qor yog'ishni boshladi. 1 soat oldin. Bugungi sana 22 dekabr 2025-yil. Birinchi qor. Men hozir A75 daman. A75 da avtobanda. A75 Galliyot shunday. Mana endi bitta tozalash kerak. Hamma joyni tozalab chiqish kerak. Allohning o'zi asrasin hammani. Kamerani ozgina pasaytirib qo'yamiz endi. Suv tushgan bunga ham. Ana shunday. Kamerachani bu yerga qo'yganman. Tozalashni boshladi o'zi. Shunday qor bo'lib ketgan. Hozir kamroq Vigruskaga qolgan. Vigruskaga borib yukni tushirsak, Xudo xohlasa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Eson-omon yukni topshirib olaylik. Oyoqdagi shunday galliyot bo'lgan. Soat nechi bo'ldi soat? Soat 1:16 ekan. Gradus 0 gradus. Chunki hozir Nizamir aka qam qolgan solgan edim. Yana dabavka qildim, muzlab qolmasin deb. Hozir ularni tozalayman, sho'tkalarni, Xudo xohlasa. Sho'tkalarni tozalab beramiz. Bo'lmasa muzlab qoladi shunday. Sog' salomat bo'linglar.